aka 1 million 700 dan olishsan aka. Yo tez kiraman. Arzonini olib kelganman. Narxlar arzon qo'yaman. Bittadan like, bittadan chiroyli fikrlar qoldirasizlar. Obunachilar, mana xudo xolasa bunini obunani bitta bosasizlar. Qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani bitta bosasizda, hammasini bitta bossangiz, men qo'yib turgan arzon qo'zilar SMS darajaga boradi, SMS bo'lib. Shunda ko'rib keyin telefon qilsangiz, xudo xolasa ishingizni bitiraman, arzon narxda qo'yaman. Hammaga assalomu alaykum. Chorva olam kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun xudo xolasa hafta kuniga, bugun seshanba, 1-iyul 2025-yil. Hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'iga arzonchi nomini oqlab kelayotgan Doniyor ukamizni mini qo'y firmalaridanmiz. Inshaalloh bugungi qo'zilarni zo'rlari kelgan Doniyorbek aka narxlarni yana ham tushirib arzon qilib beraman deb labz qildilar. Videoni o'tkazdirmay oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, obuna bo'lmagan akalarimiz o'ng tomonda obuna bo'lish, kimdadir podpisaga shuni bosib qo'ng'iroqchani chalab turing. Inshaalloh biz chiqarayotgan shunaqa qo'zilar zo'rlardan olishga muyassar bo'lasiz akalar. Qo'zini qaranglar akalar, zo'rlardan kelgan. Videoni maksimal darajada yaqin do'stlarga, qarindoshlarga ulashib qo'yasizlar. Doniyorbek, Assalomu alaykum. Shodir aka, zo'msiz. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum aziz obunachilar, muntazam bizni kuzatib boruvchilar. Xudo xohlasa Shodir aka, qo'ylarni o'ta arzonini olib kelganman. Narxlarni arzon qo'yaman. Bittadan like, bittadan chiroyli fikrlar qoldirasizlar. Narx bori o'ta bomba bo'ladi. Xudo xohlasa arzon bo'ladi aka. Yoningiz sog' bo'lsin. O'zi Doniyorbek ukamizni ko'p obunachilar tanishadi. Sababi o'tgan safar ham juda ko'pchilikga qo'y yetkazib qolib ukamiz. Bugun aka o'sha ayblarimni yuvib, narxlarni yo'lda qilib beraman deb labz qildilar. Xudo xolasa Doniyorbek bitta olamiz degan akalardan ishini bitirasiz bugun xudo xolasa. Ikkita olamiz deyishgan aka-ukalarni, singil opachalarni ham ishini bitiramiz. Yasha. Xudo xolasa o'sha opalarimiz ham bor ekan, hojinalarimiz ham bor ekan, obunachilar kuzatib turishar ekan. To'g'risiga o'tgan safar ham o'sha 90 dan 100 taga yaqin qo'ydik. Yetkazolmadik. Kech tomonga tugab qoldi, rosa telefon keldi. Nasib qilsa mana bugun o'sha videoni ko'rib tursa, videoni ko'rgan odam afsus qilmaydi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hammallariga yetkazib beramiz, chiroyli qilib. Narxi arzon bo'ladi. Qo'y olmaydigan odam ham kevash pulim bor ekan, bir ikkita tashab qo'yay, deydigan qilib narx qo'yaman, xudo xolasa. Bu son nechta buni Doniyorbek? Buning soni Shodir aka o'pish 32 ta. 32 ta, bundaqa kraska urilganlari qo'chqor. 18 ta qo'chqor, 14 tasi urg'ochi. Mana T belgisi borlar qo'chqor ekan akalar mashlar. Xo'p, bular yosh o'ylar qanaqa endi Doniyorbek? Bular yosh oylarga Shodir aka 2 oy bilan 3 oyning o'rtasida. 2 oydan o'tgan hammasi. 2 oydan o'tgan o'sha 3 oy atrofida shunaqa qo'zilarda, barra qo'zilar. Doniyorbek. Yemoq ichmoqlari sinovdan o'tdimi? Yemoq ichmoqlari sinovdan o'tdi. O'g'irga o'rgangan. O'g'irda xotirjam kepakni ham, bedapriz, yeryanqaladi ham hammasini yeveradi, xudo xolasa. Bo'ylari bir 50-60 bor-a? Bo'ylari Shodir aka 55 plus. Shunaqa. Gapsiz yo'q. Videoni maksimal darajada tarqatib qo'yasiz akalar, xudo xolasa. Ishonavering. Xo'p, Doniyorbek, buni narxi nima deymiz endi? Hammasini bir joyga olsak ko'pchilik yetmay qoladi-da. Shunaqa. Xudo xolasa nasib qilsa obunachilarimizga yetkazamiz. Yana bor buning davomi, xudo xolasa. Qarang, bu safar bitta ish qilamiz. Hammasini demaymiz. Hop. 4 ta, 3 ta, 5 ta, 10 aytavering ashlarda. Shuni ayting. Yo, mazza qilsin obunachilar. Obunachilarimiz mazza qilsin. Videoni oxirigacha ko'ringlar abzatini, lekin arzon. Bundan ham arzon qo'yib beraman ikkinchi partiya. Ilk partiya qo'yamiz, qisqa qilib pulini ham o'ta arzon qo'yaman. Boring olishsin 5 ta 10 tadan tanlab, misol bir 5 ta menga 10 ta chiqarib ber deysin, u 21 2 yo'q 19 dan olish olsan aka. Bor baraka 19 dan dastlabkasini chiroyli qilib Shodir aka yetkazib beraman. Qani Doniyorbek yana bir o'tib bering obunachilarga. O'zi Shodir aka 21 22 ga arziydi qo'ylarim. Sizni obunachilaringizga o'tgan safar ancha odam xafa bo'lib qoldi. Qo'yib, o'z bu bor narsami deyapti. Like-ni bosib, qo'ng'iroqchani bossalaring, biz qo'ygan haligilar esimiz bo'lib boradi. Obuna bo'lib, o'sha qo'ng'iroqchani bosdi, esimiz bo'lib boradi. Keyin shunda ko'rib, keyin haligi bo'lasizlar, guvoh bo'lasizlar-da. Telefon qilib olib, bormi deyishyapti-da. Xudo xolasa bor, mana realni bor. Mana xaridorlar ham kelib turibdi, yo'q emas.
Kechagina sotdim Asha akaga ham bitta. To'g'risi gap. Olishsin mana. 18,5 dan olishsin Shodiyor aka. Doniyorbek. Bundan ortiq bo'lmaydi aka. Telefon qilish 18,5 o'tib beradi. Ha, bundan ortiq bo'lmaydi aka. Xudo xolisa. Obunachilar zo'r bo'ldi. 1,850,000 so'mdan yana o'tib berasiz. Bir nima endi magazin bo'lib qolmas Doniyorbek. Ha, xudo xolisa. Hozir aka telefon qilgan odamni ishi bityapti. Nasib qilsa, bundan bari ham bitiramiz. Aytamiz-ku, videoda har safar hech kimda aytgani bo'lmagan. Shu paytgacha misol 2 million 18 degan qo'yamiz, 18 dan olmagan-da. Albatta. Misol oluvchini aytgani bo'ladi deydi. Ozgina bir xayrisi bo'ladi. Dastlabkamiz qangacha bo'ladi? 4 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta. Buni dastlabkasini xudo xolasa Shodiyor aka biz har safar shu Toshkentgacha yetkazib beraman. Toshkentgacha. Toshkentgacha. Undan u yog'ini kelishgan holatda yetkazib beraman. Puli o'zi arzon. Xudo xolasa o'ta qulay narxlar. Yashang. Akalar telefon qilsa, Doniyorbek ukamiz yana buni chiroyli qilib mana hozir aytdik, videoni boshida ham aytdik. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Endi hozir bitta obunachimiz olib qo'ysa yomon emas. Prosta ko'pchilik yetmay qolyapti. Shuni hisobiga 4 ta, 5 ta, 3 tani gaplashdik. Telefon qilaverasizlar. Shodiyor aka, nasib qilsa buni xudo xolasa shu bugun 1 soat 2 soat tugatsam, nasib qilsa yana keladi xudo xolasa. Buning davomi bor. Davomi ochiq-a? Xudo xolasa davomi bor. Yana nasib qilsa 2-3 kundan keyin birpas sabr qilib tursa, xudo xolasa olib kelaman. Xudo xolasa obunachilaringizga borib, ash Doniyorbek qachon qo'yar ekan qilaman nasib qilsa. Ishonavering, inshaalloh tinchlik bo'lib tursa, shunaqa arzon narxda qo'yamiz. Shu Doniyorbek aytganda tezda xabardor bo'lish uchun o'ng tomonda obuna bo'lish, kimdadir podpisga. Shuni shunday bosganingizda qo'ng'iroqchasi ko'rinadi. Qo'ng'iroqchani ustiga shuni bosib, qo'ng'iroqchani chalab qo'ysangiz, siz chiqarayotgan manaqa yangi qo'ygan narsa ham sizga sraz esingizga yetib boradi. Telefon qilasizlar, Telegramda yana bir qator video syomka qilib tashlab berishadi. Bitta olasizmi, ikkita olasizmi, xudo xohlasa ishingiz bitadi. Videoni maksimal darajada tarqatib qo'yasiz obunachilar. Obunachilar mana xudo xohlasa ketingi partiyamizga Doniyorbek, bular soni nechta endi? Ba'zi soni 18 ta, 5 tasi qo'chqor, 13 tasi urg'ochi. Xo'p, yoshlari qanaqa bularda? Ularning yoshlari Shodiyor aka 1,5 oy bilan 2 oyda o'rtasida qo'ziladi. Yemoq ichmog'i sog'lig'i joyida. Xudo xolasa joyida. Bir hafta yemoq ichmog'iga garantiya beraveramiz. Bir hafta garantiyalari bor ekan. O'g'irga o'rgangan. Bular ham o'g'irga o'rgangan. Gapsiz yo'q. Kelar o'zini ko'ring, kam ko'sti bo'lsa telefon qilsangiz, Telegramdan bir qator video syomka qilib tashlab berishadi, yana takror holatini ko'rib olasizlar. Xo'p, Doniyorbek, buni narxi nima deyapsiz endi? Bular narxini Shodiyor aka aytaman, har safar aytaman, videoda oxirigacha ko'ringlar, afsus qilmaysizlar. Xudo xolasa o'ta arzon qilib qo'yaman. Unaqa 2 million 18, 19 narx-navolar yo'q aka. Bo'ladiganini aytaman, o'sha qisqa qilib olishdan hammasini bir joyga aka. 1 million 700 dan olishsin aka. Yo, tez kiraman. Undan ortiq bo'lmaydi obunachilar. Chiroyli fikrni yozib qoldiringlar. O'ta arzon bo'ldi narx. Xudo xolasa zo'r. Joningiz sog' bo'lsin. 1,700,000 so'mdan dastlabkasigacha bo'ladi. Dastlabkasini Toshkentgacha qilib beraman. Yashavering. Videoni maksimal darajada tarqatib olinglar yaqin do'stlariga, qarindoshlariga. Siz tufayli, siz sababchi bo'lib shunaqa arzon qo'ylardan olishga muyassar bo'lishadi. Lokatsiya yaqin bo'lsa tepasiga kelib, to'ra bo'lsangiz ham yaxshi bo'lar degan umiddaman inshaalloh. Doniyorbek, 2 ta, 3 ta, 4 ta olamiz degan obunachilarga narx aytdingiz mahar? 2 ta, 3 ta misol 4 ta, 5 ta, 2 ta, 3 tadan olsa 50 ming pulsiz, 100 ming emas. 17,5 dan olishyapsan 2 ta, 3 taga. Shunda haydab olamiz deysa-chi? Shunda o'rtasidan misol bo'lib olamiz deysa. Yo'q, misol 4 ta, 3 ta qo'ydi. Shunda haydang, tanlamayman deysa nima bo'ladi? Olsa 17 dan. Ya, otizga. Bundan ortiq bo'lmaydi. Bormi yana yo'li? Gap Yana bo'lishi yo'lini mumkin. qilib beraymi? Joningiz sog' bo'lsin, otizga. Bo'lsa yo'li. Obunachilar. Qarang, Asha aka hurmati bitta video qon. O'pshi 49 ta qo'ydim. 49 dan olishsin bittasi bonus aka. Bunaqasi bor. Joningiz sog' bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin. Akalar, mana akamiz ham qanaqa bo'lsin? Bundan Akamizga qanaqa bo'lsa ayting. kommentariyaga otangga rahmat yozib qo'yasiz akamizga, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. 49 ta o'pish soni, O'pish 49 ta. 48 taga pul berishadi. 48 taga pul berishaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, mana sizlarga Doniyorbek ukamiz mardlik qilib bordi. Inshaalloh kommentariyaga otangga rahmat yozib qo'yasiz, xudo xolasa. Aka, xudo xolasa, mana akamiz ham Xolasa mana garantiyasini ham berdi. Kecha olib chiqib ketdim, garantiya ham berdi. joningiz sog' bo'lsin. Almashtirib berma, xohlagan tanlab olasiz dedi. Gap Mana yo'q. variant. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, kuzatib boring. Bizni yo'qotib qo'ymang, xudo xolasa. Keyingi yangi syomkada ko'rishguncha doim sog' bo'ling akalar. Charchamanglar. Shu o'ng tomonda obuna bo'lish, kimdadir podpisga.
Shunda bosing qo'ng'iroqchasi ko'rinadi. Qo'ng'iroqchani chalib qo'ying. Mana bunaqa biz chiqarayotgan arzon qo'ylar sizlarga SMS-larda borib turadi. Telefon qilaveringlar. Hamma ma'lumotni berib, Telegramda videosini tashlab berishadi. Holatlarni takror ko'rib olasizlar.